Davay ber. Ber, dadalaringga aytmalaring yana. Bu mahallada o'ynashlaringga bir haftaga yetadi. Davay, sür! Sür bera. To'rko'z kelyapti. To'rko'z buyoqqa. Maktabda birinchi shef kim? Sen birinchi shef. Davay, pul ber unda. Pulim bor, hozir magazindan narsa olaman-da. Kutsanglar izdachini beraman, xo'p? No, kutamiz, yur. Sizlar ham borasizlar. Boramiz, yur. To'rko'z qayerga keldik? Inbazarga Kadishvada yangi ochildi. Aji universitet ro'parasida. Shu izdachini kutishimiz shartmi? Shunda bersang bo'lmaydimi? Keyin yetmay qo'ysachi. Yur. Bu yoqdan kiramiz. To'rko'z sen magazinga degandek, bu katta bozor-ku. Ha, biz oilaviy har doim shu yerda bozor qilamiz. Bu yerda hamma narsa bor, narxlari ham arzon. Ishqilib izdachisi normalniy qo'sinda do'stim. To'g'ri aytasiz do'stim, yuring qani. Va To'rko'z shuncha narsa olsan, izdaching qoladimi o'zi? Qoladi, mana shimlari 150 mingdan, ko'ylaklari 110 mingdan. Kastinishmi bor 480 mingga mana. Chiqib qo'sinda yo'raman lekin baka. Yirtaman. Arzon-ku, qolsa kerak. Qo'sin jo'ra, qo'sin. Qoladi. Bug'ib urganman-da, mana shuna qilib. O, To'rko'z chiqdi. Davay, qancha chiqdi izdachi ber. Izdach qolmadi, 10 ming berib turinglar, yetmadi-da. Bermaydi ham bo'lsa berib ol. Ma, 10 ming. Rahmat, qaytaraman. Yomon do'qini oldik, lekin yigitni. Nima qildik hozir biz? Foyda qildikmi, zarar qildikmi? Bilaman.